Nechta Bir kerak? kishi olib kelinglar degan. U yerda 2 kishi bor. Bu qanday ishlaydi bilmasam. Shu yerda siz bilan kelishdik. Siz o'tirishingiz kerak edi, lekin sizdan oldin aka o'tira olib, men boraman dedilar. Siz u kishiga yo'l ochib berdingiz. Mayli, siz boring, men keyingi biron kishi bilan boraman dedingiz. 5 marta dedimmi yo ziyodmi? Ko'p dedingiz. Oxiri iltimos qildim, keyin o'tirdingiz, ko'ryapsizmi? Sizning nasiba, siz qayerda bo'lmasangiz ham sizniki bo'lsa orqangizdan chopib kelar ekanda. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Omadli inson nomer 11 Shahob akam. Shahob aka qayerdansiz? Qashqadaryo. Nechinchi yilsiz? Uylangan yo'q. Uylangan. Nechta farzandingiz bor? Alloh umrini, rizqini ziyoda qilsin. Shu bugun siz bilan kunimizni chiroyli tarzda o'tkazsak nima deysiz? Assalomu alaykum do'stlar. Omadli inson nomer 11 Shahob akam. Shahob aka, bugungi kun haqida 2 og'iz taassurotlaringiz. Aka bugun kayfiyatim ma'lum. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Ishni boshlabsiz akajon, sizni Alloh panohiga asrasin. Rahmat. Aka ishingizga Rahmat. Kattakon rahmat. Sizga ham ishlaringizga omad, kelajakda doimo sog' salomat, farzandlaringizni, vataningizni, ota-onangizni baxtlariga doimo sog' salomat yuring. Do'stlar, omadli inson nomer 12 ni kutib qolinglar. Shahob aka, yana bitta joyi sizga kamgina sovg'a salomimiz bor. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz va bu bugungi kelishilgan ish haqimiz. O'ylamanglar, bu yerda 1 million 2 million emas, kelishilgan pul haqqi. Aka, sog' salomat bo'ling. Kelajakda inshaalloh yana ko'rishamiz. Doimo beruvchi qo'l bo'linglar.